Joriy yilning 11-dekabr kuni soat 12:25 da Qamchiq navbatchilik maskani navbatchi dispetcheriga Nexia va Lacetti rusumli avtomashinalari hamda MAN rusumli yuk mashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Nexia rusumli avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga chiqib ketgan. Natijada qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan MAN rusumli yuk mashinasi hamda Lacetti rusumli avtomashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida Nexia avtomashinasi haydovchisi voqea joyida vafot etgan. Bundan tashqari, mazkur mashinada bo'lgan bir fuqaro og'ir jarohat olganligi sababli Pop tumani markaziy shifoxonasiga yuborilgan. Lacetti rusumli avtomashinada bo'lgan 3 nafar hamda MAN rusumli yuk mashinasida bo'lgan 1 nafar fuqaroga tan jarohati yetmagan.